o'zimiz chiroqni chiqarishni bilmaymiz, lekin mana o'zi Xorazmda o'zi hammani ta'minlab bo'libdilar Comfort'dan. Qoraqalpoq Xorazmni ta'minlayapmiz. Bugun men Chiroqchi Uymo'tda Comfort'dan kompaniyasiga kelganman, Otabek aka oldiga. Assalomu alaykum, Otabek charchamayapsiz. Xush kelibsiz Davronbek. Xo'p, Comfort'dan kompaniyasi asosan nima ishlab chiqaradi? Bu yerda har xil turdagi tejamkor isitish qozonlari ishlab chiqariladi. Katyol, ya'ni marhamat, tanishtirib o'tamiz. Davay. Zavod ko'ramiz, ketdik. Comfort'dan kompaniyasi 2010-yildan beri deyarli 15 yildan beri faoliyat olib boradi. Bu yerda isitish qozonlari va katyollarni keng hajmda va assortimentda tayyorlashadi. Katyollarning afzallik tarafi shundaki, bu o'ta ekonom variant va undan tashqari a'lo sifati va hamyonbop narxlari bilan xalqimizga manzur kelmoqda. Buni hatto yurtboshimiz o'zlari ham ma'qullaganlar. Mana shunday yuqori sifatga ega bo'lgan Comfort'dan isitish qozonlari va katyollarni siz O'zbekistonning istalgan nuqtasida turib, mana shu ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanib, buyurtma qilsangiz bo'ladi. Yetkazib berish xizmatlari mavjud. Otabek aka, zavodga gap bo'lishi mumkin emas. Sizni mahsulotlaringiz butun O'zbekiston biladi, his qiladi. Xullas, bizni obunachilarga deymizmi, endi biz qashqadaryoliklarga deymiz, qanaqa chegirmalar bor endi? Agar Qashqadaryoga sizni nomingizdan kelishsa, aytilgan narxdan 15% chegirma qilib beramiz. 15%. Gap bo'lishi mumkin. Xullas, Comfort'dan zavodiga kelasiz yoki mana shu ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib, zavodni xullas buyurtma berasizlar, Chiroqchi bugun nomidan desanglar, aytilgan narxdan 15% skidka qilib berar ekan. Aka, ishlarga rivoj, charchamang.